Assalomu alaykum. Sizlar Avto garaj obunachilar, tuzimizda charchamayapsizlarmi? Xudo xolisi biz ishimizni boshlab oldik. Mana birinchisi Vito mashinamiz. Bormi uka, charchamayapsanmi? Ishlarni boshlab oldingmi? Boshladik. Ammo odam endi patologiyani qoqib berdim deb Mashinasini olib kelar ekanda endi. Unaqa bo'lmaylik. Mana xudo xolis bolkama boshlasini olib keldi. Endi erkaligi tutib qolib, lekin bonus yo'q bu odamga. Faqat tekinga qilib beradi. Bonusimiz shu. Anaqasini olib kelib beradi. Zapchasini olib kelib beradi. Xullas hazil bilan xudo xolisi biz avto garaj ochib oldik. Hatto desanglar 40 lik doka qilyapti garaj ichida. Xullas hozir manzilni ko'rsataman. Hatto desanglar yana bir marta ko'rsatib beraman. Hozir bismillahirrohmanirrohim deb. Xo'p. Manzil doka qilyaptan kirishdan kelganda doka qilyaptan o'ngga qarab qayerga kirib ketganingizda chap qo'lda mana shu garaj bo'ladi. Bu yoq tomon sarbastdan kelaverishinglar zavodi. Mana xudo xolisi. Shunda kirganingizda chap qo'lda bo'ladi. Mana cho'tka qilib xudo xolisi ochib oldik. Kimga elektrik ishlari kerak bo'lib qolsa, Yashnoboddagi joyimizga kelaverasizlar. Xudo xolisi ochib oldik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kutamiz, kelinglar.